Assalomu alaykum Navoiy. Men sizlarga bitta ajoyib 2 xonali uyimizni topib qo'ydim. Birinchi etajda joylashgan 22-maktabda yonida. Xo'p azizlar, men sizlarga bo'lmasa bitta hozir uyni ko'rsatib chiqaman. Xo'p, azizlar, mana xonadonimizni ko'rdingiz, juda ajoyib holatda. Undan tashqari azizlar, xonadonimizning pollariga polностью parket ishlatilgan. Xo'p, xonadonimizda ko'rgan barcha jamiki mebel, gilam, parda, televizor, konditsionerlari o'zida qoladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari bilan tortishib sizlar uchun 580 million so'mga qo'ydirib qo'ydim. Undan tashqari, kelinglar ko'ringlar uyda egalari bilan yana savdolashlaringiz bo'ladi. Xo'p, bu uyda yana bitta eng katta plusidan biri, bu uyni polностью ipoteka xizmatidan foydalanib olsangiz bo'ladi.